Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yurtdoshlar. O'tgan safar 2 hafta bo'ldi qo'yganimizga bu uyda to'liq obzor qila olmagandik. Mana endi bemalol YouTube'da ham ko'rsangiz bo'ladi. Maktab shunda mana 100 metrmi joylashgan. Mana bu yerda stadion mana. Mana bu yerda asosiy yo'l. Mana shu yo'l bilan Mevazor Mufiga chiqasiz. Mevazor Mufidan bu yoqdan, ya'ni to'g'ri shu yo'ldan ketsangiz, bu yog'i Food City, Qo'yliq, bu narigi tomonlari hozir bu yoqdan ichkari tomondan ko'rib, mana bu fasad qismi ko'cha tomondan oxirgacha yo'lgacha zabor qilingan. Ha? Ha. Mana shu joydan chegarasi. Bu garaji. Bu Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Vatan Mufi. Adashmanglar, ko'p anaqa ko'p kuzatuvchilarimiz adashib qolishyapti. O'rta Chirchiq, Chirchiqmi deb, yuqori Chirchiqmi? Yo'q, bu Quyi Chirchiq. Quyi Chirchiq. Mana bu yerga kirganingizda kiyim do'koni ham bor. Mana bu qoladi bu ham. Mana qasi kirsangiz bu yerda boyaga do'koni bor, tayyor ishlab turgan holatda tashiydi, ketadi. Mana. Do'koni ko'rib turgan mana shu. O'zi asosan bu biznes nimaga mo'ljallanganda. Mana bu hovli qismi, ya'ni uyni ichkaridan hovli qismi. Bu yozgi oshxonasi. Mana bu yerda o'tirib, stol qo'yib, salqingina, yozda salqin bo'lib turadi. Bu hammomi? Это предбанник. Ha. Это баня, там парилка. Banyasi bor, bu yoqda parilkasi bor. Ishlab turibdi, issiq kerak. Там жарко. Da. Надя. Как? Mana bu yashash xonalari. Bu Здесь spalnisi. это как Перепель. перепеленные яйца на этот, на инкубатор. Ha. Там инкубатор есть. Это ваши, да? Да, Свой. да. Bu как katta zal ekan. Choy ichib, mehmonlarni kutib olasiz. Зал кота вообще кота. Да. Это кухня. Кухня. Это унитаз, биде, душевая, раковина. И автомат стиральная машинка можно. Hammasi qoladi. Да, это как Ariston. Ariston. Dushiga kirib, Это детская. Детский комната. Это еще одна спальня. Mana bitta spalnisi bor ekan mana. Holati zo'r xonalarda. Holati zo'r. Комнаты большие. Тепло. Это garaj, Там да? гараж. Смотрите, там кошка сидит, кошка. Мышек бар. Ha, bu yoq garaj mana. Xullas ko'chadan. Там мышек бар. Garaj. Мышек бар. Yashash xonalari 5 ta xona ekan. Общий hammasi. Ko'rdlaringiz, hamma zo'r sharoitlari. Eng qizig'i bor, mana bu yoqda qarang. Bu yoqda qarang. Tuyoqshi bor, ikkita strausi bor. Tuxum tug'adi bular. Бар, вот тухом, смотрите, вот он. O, tuxumini ham ko'rsatadi. Да, смотрите, вот тухом. Bu straus tuxumlari. Продают тухом. Ushlab ko'rsa bo'ladimi? O'g'il. 1,5 kilo. Bittasi. Да, 1,5 kilo bir dana. Там Ha. пол. Bu yoqda tovuqxonami? Там Da, mana shu. кичкина. Можно сделать как бройлерные цыплята. Aha. Можно сделать. У нас здесь маленький кичкина страус был.
Shu yerda kichkina jo'jalari bor ekan mana Strausda. Mana bu ham tovuqxona mana, kattagina tovuqxona, tovuq jo'ja boqsangiz bo'ladi. Inkubator bormi bu yerda? Инкубатор бар. Вот он. Jo'jalar. Да. Это здесь Кичкина страус был. Sotgasizlar uni. Вот там Kichkina jo'jaxona ekan bu. Qishga jo'ja saqlasa bo'ladigan joy. кота страус, комната, хана бар. Как вот там. Приятный делает. Индюк у меня был. Mana bu yoq akalar, qaranglar. Mana bu ikkita tuyoqishi bor ekan. Mana shu tuyoqishlarini kim oladigan bo'lsa, puliga kelishsa, nima qilib qoladi? Buni ham tashab ketadi. Indyuk? Да, здесь был индюк. Сейчас здесь солома, там ничего. Bu yerda ham shu tovuqxona ekan, nima qilsa bo'lar ekan. Mana bu, mana tuyoqishlari Да, qarang. посмотрите, нет? Нет? Там большая кота комната. Bu tuyoqishlarning xonasi mana, to'g'rida xonasi ikkita. А здесь перепелка. Перепелка бар. Пуста. Jo'ja bor. Да, нет. О. Кота. Bedana bor ekan mana bu yerda. Mana shu o'z boyagi tuxumlari tuqqan boya o'zlari. Buni ham tashab ketasizlar agar narxiga kelishsa. Teplitsa 2 sotixmi? 3 соток. 3 sotiq Da. mana pomidorlar ekib Pomidor, qo'ygan. Kaplini nimalar qo'yilgan. Да, да, да. Qanaqa sort pomidor endi sort? Розовый вот этот. есть? Розовый, да. Eng zo'ri mana tuyoqish ekanda bori. Потом там Гита Молхана. Ha, bu yoqda ikkita molxona. Баран бар и бита ишак стоит. Осел, ишак. Ну, не знаю, Хамид зачем купил. Кормлю я его. Он просто стоит, ничего не делает. Вот смотри, здесь эликсотка. Общий эликсот. Общий, вот это двор эликсотка. Mana bu zabor boya ko'rsatdim, stadion bor, stadionning oldidagi zabor, ha. Mana bu ham qoladi mana. Mana bu qolibmi nimadir? Это да. Qoladi. Qoladi. Mana bacho qoladi. Eshakni bilmayman endi. Qoladimi, qolmaydimi? Qolmaydiganga o'xshaydi bu eshak. Здесь рисорушка и тигерман, который дробит кукурузу. А там рисорушка, шала делают рис. Ikkita tegirmon bor ekan bu yerda. Sholiniki, keyin mana bu Makkanikimi nimadir maydalaydigan. Bular shu turishda qoladi o'sha. Kelishilgan summaning ichida bular. А здесь автосервис делают. Автосервис был. Раньше вот яма бар. Здесь раньше автосервис был. Servis qilib ishlatsa bo'ladi. Mana bu yoqdan darvozani ochib, darvozani yog'i endi nima? Keng dala joy. Yog' o'sha chirchiq kimdir baliq ovga qiziqsa, sekin darvozani ochadi, qarmoqni olib turib ketaverasizlar baliq ovga. Bu yoqlarni kimgadir arendaga berib qo'ysangiz, mana tegirmonnimi? Xullas, mana territoriyasi zo'r. Потом бочка, кота бочка. Bochka ham mana. Можно это хранить зерно. Кота. Sklad Да, склад. qo'ysa bo'ladi. Xullas, mana ko'rib turganingiz, mana shu hammasi mana shu do'kon, jo'jalar, mana Straus, mana tegirmon, teplitsa hammasi Старушка. kelasiz, uyni ichini ko'rdingiz, zo'r holatda. Hammomini ko'rdingiz, parилкалari bilan. Здесь поля есть, поля сажают рис. И много приходит, люди собирают рис, и приходит шала, приносят. И вот здесь Хамитаке рисорушка делает, доля остается очень много, нормально. Bu yerda guruch sholi ekilar ekan. Sholi ekilganda mana shu yerdagilar hammasi mana shu tegirmonga olib kelar ekan. Mana shu uyda egasiga olib kelsa, shu yerda shu bitta shu ekan tegirmon. Shu yerda chiqarar ekan. Xullas, puliga arziydigan akalar. Olasiz, achinmaysiz. Нормально, порядок нету.
achinmaysiz olgan pulingizga boru 75 ming AQSh dollari so'rayapti. Ozgina yana o'tib beradigan joy bor. Ozgina. А вот там, смотри, смородина, как та смородина, коп смородина, Ha. сад смородина. Mana shu strauslar eng zo'ri. Necha kunda tug'adi tuxum bular? Ну, Через не день? знаю, где-то через день вот так. Через вот, день, да. Красивые чурали. Chiroyli. Cho'qimaydimi? Нечто борода. Сколько вам была у вас? 2, что ли? 2 осталось, было много, сейчас 2 осталось. Зарезали, мясо продавали. Yo'q. Мясо? Ну, Тогда продавали 120, Xullas, сейчас не знаю сколько. 75 ming AQSh dollari so'rab turgani, ozgina kelishadigan joyi bor. Территория большая. Shoshilinglar akalar, zo'r joy lekin, mana shu zo'r joy. Suv, gaz, svet hammasi bor. Xullas, o'zingizga yana qandaydir sharoit qiladigan, o'zingiz tovuq olib kelasiz, mana bedanasi bor ekan, ichkarida boqiladigan, mana strausi bor ekan. Kurka boqsangiz bo'ladi. Mana shu yerlarda nima qilsangiz borku, to'g'ri keladigan joyda. Сами такой вдвоем. Bir dam olib ketaman desangiz, bandga chiqib baliq ovga chiqib kelasiz. Sirdaryoga mashinangiz bo'lsa, chiqib kelaverasiz. Территория большая. Shunaqa akalar. Shoshilinglar. 75 ming AQSh dollari.